Endi Qozog'istonga kelsak, endi bu nereden kelib chiqdi endi Qozog'istondan endi ayda qilishadi şu an. Xitoyning oldini qilib hurmatlagandan keyin qanday qildi? Aynan dastlabda. To'rt Xitoy Qozog'istondan, qozoqlardan qo'rqmay, qozoqlar Xitoydan qo'rqadigan holatga kelib qoldik. Shunami? Kelib osmonga o'q chiqasin unmaydi. Jug'uriyatda detlib dasida. Hayatbek Xitoy minatdamda jug'urib kelyotdi. Muşning o'zidan mi ko'rib olamiz? Bu yerlik shu Turkiston davlatlaridagi Xitoy bilan bo'lgan diplomatik munosabat, Xitoyga bo'lgan siyosiy durishning ne kadar aciz, zaifligini ko'rib olgan bo'ldi. Buning bu diplomatiya axloqiga nazokatiga bu uygun emas ki bu. Bu cinayetçiliğini derhal Qozog'iston, Qirg'iziston hammalar o'rtaq ko'chaga chiqib, enimcha chegirdan qo'llab chiqarish lozim ana. Boshqa yo'li yo'q ki. Oshunchalik ishni qilolmasang buning degan demiş. O bugun ko'ydirayotgan bo'lsa, shuni oshkor ko'ydirayotgan, maxfiy nimani qilmaganda. Qozog'istonga, Qirg'izistonga, O'zbekistonga, Tojikistonga, Turkiston davlatlariga qanday xiyonatini qilmaganda hozir. Bu oddiy ish emas u. Shuning uchun ular Xi Jinpingning rasmini ko'ydiryotdi, bayroqni ko'ydiryotdi. Bu shuning uchun nima qilish? Ashar elib borgan jinoyatlar qarshi turishning bir ifodasi. Ama bunun uchun butkul Qozoq xalqining hammasi, Qirg'iziston, Qirg'iz xalqi, Tojik xalqi, O'zbek xalqining hammasi ko'cha qo'g'lab chiqarib, Xitoyning har qandig'ini tapqa yotib, tomga ustib qo'g'lab chiqasi bo'ldi. Namoyish qildim so'lab qo'yadi Qozog'iston. Az chiqqanlik uchun so'lab qo'yadi. 5-10 kishi so'lab qo'ydik shu. Bu yolg'on o'g'ilning ishi emas o. Ortak Qozoq xalqi, Qozoq qarindoshlarimiz, Qirg'iz, O'zbek, Tojik qarindoshlarimiz bunda ahvol yuz bergan chog'imizda hammaning o'rtaq ko'cha to'kilib, Xitoyning viyadik qilmishlar o'rtaq qarshi turadigan bir vaziyatni shakllantirimiz bo'lmaydi-ki. Xalq bosh turgandan keyin hukumat qilyotdi ona. O hukumat qiladi, uni yolg'iz sen biz edem o. Bu hükümetin kıyığından henüz toğrulamda dünyada. Hükümet zaten bu milletke Türkistan halkının ruhiga, medeniyet örfadede, dost düşman karşı siyasi fikirlerine hemiz çok kulaklıqtı. İhanet ve hıyanet kılvatıdı. Biz bugün şu hükümet atıp koyup kutluş kılmaydı bunu. Türkistan halkının henüz her yerde çok ortak çok halkının henüz kozgulup bunda vahlik ortak karşı duruşu lazım. Ortak aldığını eliş lazım ya bununla. Ablamız hükümetler diyeceğimiz adam. Töt adam ne içirip sola koydu. Bak 10 bin adam çıksın hakkına. Solam diken. Anda Xitay'ın ne okumaydı anda. Toktan bunda kısım bulmaydı. Bak Xitay'ın solaydı. Bir de Qozaq xalqı o'qish qolgan Xitoyni solama, Qozoqni solagandan keyin qanaqa qildimda? Nima uchun solaydi? Az chiqqanlik uchun. Bu mo'sholni qilib o'tibdi. Biz ya'ni Xitoy bilan yaxshi kechimiz deb bergandan keyin ana bo'layotgan narsa. Yaxshi yashaymiz-ku Xitoy. Xitoy degan nima qilmishdi? Deb bergandan keyin bo'layotgan narsa ham bu. Biz bugun Xitoyni o'rtaq Turkiston xalqining, Qozoq xalqining, Qirg'iz xalqining, O'zbek xalqining, Tojik xalqining, Turkman xalqining, Uyg'ur xalqining, ya'ni Turkiston xalqining har bir Turkistondagi bir pardining o'rtaq dushmani, azaliy va abadiy dushmani. Xitoyning do'st bo'lish ehtimoli yo'q deydigan bu siyosiy qarashda haq va batil o'tirsizlik to'g'ri qarashni shakllantirish orqali
Xitoyning uyalik shu anda xato qilgan zamatlam darrov hamma xalq yugurib chiqib, buning o'rtaq e'tiroz bildirib, hukumatni nima qilish lozim o? Agallantirishi, yo'l kasi hukumatning kegaydigan siqibsa, hukumat deb huquq versak, bizgen mushunda ishini qilsa, aniq yo'l qo'ysang, nima qilib huquqni bermez deb huquqni tatib ala oladigan, endi to'g'ri shaklda huquqni to'g'ri ishlataydigan bir ijtimoiy vaziyatni, siyosiy vaziyatni shakllantirishda xalqning roli intayin muhim emasmi? Xalq shuning qaylab anda gap qilayotgan narsa bor. Bugün diplomatik münasebet o'rnat. Xitoyning har qanday 6 oydan cho'ng ush tutmaslik lozim. Her qanday ahvol ostida Xitoy cho'ng Turkiston xalqi bilan to'y qilishga bo'lmaydi, oilasiga kelishga bo'lmaydi. Oilasi Xitoychi degan nima degan bo'ladi endi? O'zimning oilasini haqorat qilgan va dafsanda qilgan bo'lma. Xitoyning iborat bir nejis maxluqning uyamga chirishning o'zida bir nomus ish degan bir to'g'ri bir tonishga ega bo'lmasa, buning insonligining, qozoqning, qirg'izning, turkligining Türk xalq ekanligining cho'q bir ma'nosi yo'qki. Uning ma'nosi Turkiston va musulmon islomning dushmani bo'lgan Xitoydan iborat bu nejis dushman oilaga, jamiyatga, hokimiyatga, siyosatga, iqtisodga bunda besib chigan chaqnamizda o'rtaq qarshi turadigan bir siyosiy ongni, milliy ruhni, milliy ideyani, milliy ongni shakllantirish orqali o millat o'zining cho'q qimmat qarashini har qanday narsadan oliy biladigan, har qanday narsani pido qilish bo'ldiki, qimmat qarashini pido qilmaydigan oliy ruhni shakllantirish lozim. Bo'lmasa bo'lmaydi bu ish.